O'zbekiston pensionerlari, diqqat qiling. Sizlar uchun muhim va dolzarb ma'lumotlar e'lon qilindi. Pensiya vaqtincha to'xtatiladimi? Endi pensiya pullari berilmaydimi? Rasmiy manbalar bu borada qanday izoh bermoqda? Tarqalayotgan xabarlar haqiqatmi yoki yana bir feykmi? Barchasini aniq va tushunarli qilib hozir bilib olasiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahondagi eng so'nggi hamda ishonchli yangiliklardan doimiy xabardor bo'lib borish uchun videoga like bosib, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda katta ahamiyatga ega. E'tibor bering, Xalq banki pensiya tarqatish bo'yicha vakolatini rasman yo'qotdi. Markaziy bank qaroriga ko'ra ushbu yo'nalishdagi avvalgi qarorlar o'z kuchini yo'qotgan. Shu bilan birga ishlamaydigan pensionerlarga to'lovlarni tashkil etish bo'yicha Xalq bankining vakolatlari ham bekor qilindi. Mazkur hujjat mart oyining 30-kuni Iqtisodiyot va vazirligi hamda Markaziy bank tomonidan tasdiqlangan. Unga ko'ra 2018 va 2019-yillarda qabul qilingan yo'riqnomalar endilikda amal qilmaydi. Vazirlar Mahkamasining 2024-yilga oid qaroriga muvofiq fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish tizimiga oid hujjatlar yanada takomillashtirildi. Natijada ayrim qarorlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Eskirganlari esa bekor qilindi. Bu esa pensiyalarni tayinlash va tarqatish jarayonini ancha soddalashtirib, ortiqcha byurokratik to'siqlarni sezilarli darajada kamaytirdi. Endi eng muhim savolga o'tamiz. O'zbekistonda pensiya miqdori qanday hisoblanadi? Amaldagi tartibga ko'ra, erkaklar 60 yoshga to'lganda va kamida 25 yil ish stajiga ega bo'lsa, ayollar esa 55 yoshga to'lganda va kamida 20 yil ish stajiga ega bo'lganda pensiya tayinlanadi. Agar fuqaroda kamida 7 yil ish staji mavjud bo'lsa, unga mavjud stajiga mos ravishda to'liqsiz pensiya beriladi. Agar 7 yil ham bo'lmasa, nafaqa ajratiladi. Pensiya miqdorini hisoblashda asosiy e'tibor uning tayanch qismiga qaratiladi. Bu ko'rsatkich so'nggi 10 yillik mehnat faoliyatidagi eng yuqori ketma-ket 5 yillik oylik ish haqining 55% asosida aniqlanadi. Bundan tashqari, talab etilgan stajdan ortiq har bir yil uchun qo'shimcha 1% dan ustama qo'shib boriladi. Shuningdek, xizmat ko'rsatgan faxriy unvoniga ega fuqarolar uchun har oylik pensiyaga bazaviy hisoblash miqdorining 1,16 dan 100 dan ortiq barobari miqdorida qo'shimcha ustama belgilanadi. Yana bir yangilik, endilikda pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi qog'oz guvohnoma berish bekor qilindi. Barcha ma'lumotlar maxsus axborot tizimida elektron shaklda yuritiladi. Pensiya miqdori esa iste'mol narxlari indeksiga qarab muntazam indeksatsiya qilib boriladi. Shuningdek, harbiy xizmatchilar uchun ham muhim o'zgarishlar kutilmoqda. Yangi qonun loyihasiga ko'ra, 30 yildan ortiq xizmat qilgan harbiylar uchun pensiya miqdorini oshirish rejalashtirilgan. Hujjat hozircha parlamentda birinchi o'qishda ma'qullangan. Ushbu loyiha harbiylar va ularning oila a'zolarini pensiya bilan ta'minlash tizimini yanada yaxshilashga qaratilgan. Unda pensiya tayinlash shartlari, turlari va hisoblash tartibini takomillashtirish nazarda tutilgan. Eng e'tiborga molik o'zgarishlardan biri shuki, 30 yildan ortiq xizmat qilganlar uchun pensiya hisoblashda ish haqining inobatga olinadigan qismi 75% dan 100% gacha oshirilishi mumkin. Bundan tashqari, bazaviy hisoblash ko'rsatkichini ham oshirish taklif qilinmoqda. Ya'ni hozirgi 10 baravar o'rniga 12 baravar miqdor asos qilib olinishi mumkin. Mutaxassislar fikricha, bu yangiliklar uzoq yillar xizmat qilgan harbiylarni qo'llab-quvvatlash va munosib rag'batlantirishga xizmat qiladi. Do'stlar, agar sizga bu kabi foydali va muhim ma'lumotlar kerak bo'lsa, videoga albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.